Assalomu alaykum, Abbos ukajon, yaxshimisiz? Katta iltimos bilan telefon qilayotgan edim. Srochniy zarurligi uchun to'rxonali kvartiramizni sotmoqchimiz. Kelin tushirayotgan edik. Yangi uchastka olmoqchimiz. To'rxonali kvartira Yangi Hayot tumani 4-metro to'g'risida joylashgan. 3-etajda, 9 etajli dom. 94 kvadrat metr, $92,000 so'rayapmiz. Ipotekaga ham beramiz. Shuni sotilishda yordam berib yuboring, iltimos. Mana domimizda oldida bolalar o'yingohi, ikkita chastniy bog'cha bor. Mashinalar qo'yishga avtostoyankalar. Mana podyezdimizda yangi liftlar almashtirilyapti. Domimizni shunday boshiga chiqqanda 50 metr katta ko'cha bor. 50 metrdan keyin o'ng qo'l tarafida korzinka, chap qo'l tarafida 4-metro bekati joylashgan. Mana domimizda oldida bolalar o'yingohi, ikkita chastniy bog'cha bor. Mashinalar qo'yishga avtostoyankalar. Mana podyezdimizda yangi liftlar almashtirilyapti. Domimizni shunday boshiga chiqqanda 50 metr katta ko'cha bor. 50 metrdan keyin o'ng qo'l tarafida korzinka, chap qo'l tarafida 4-metro bekati joylashgan.